Sevara opa yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat Allohimga behisob shukr. Bugungi ajoyib kuningiz, shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizni bezovta qilyapmiz. Sizni nomingizga tabriknoma, dil izhorlari kelib tushgan. Qaysi bir yaqiningiz nomidan bo'lishi mumkin? Kim deb o'ylaysiz? Akammi? Aha, yana kim bo'lishi mumkin? Onammi? Yo'q. Mehribon opajonimmi? Ismlari? Surayyo opa. Surayyo opajoningiz nomlaridan xursand qilmoqchimiz. Yurakdagi so'zlari bor ekan. Ruxsatingiz bilan o'qib eshittirsam, Allohim qodir qilgancha yetkazib berishni niyat qildim. Rahmat. Opajoningiz aytayaptilar. Mani jonim singlim. Onajonim hadya qilgan. Onajonim menga bu yorug' dunyoga keltirib bergan mani mo'jizam. Rahmat deyman hayotimga borliging uchun. Bugun seni tabriklar ekanman, qalbimda birgina tuyg'u bor. Shukr. Menga sendek mehribon, oq ko'ngil, shunaqangi bir yuragida o'zgacha mehri bor singlimga Allohimdan faqatgina men yaxshi kunlar so'rayman. Bu dunyoda eng chiroyli hayotga loyiqsan singlim. Senga qarasam bir vaqtlar qo'limdan tutib yurgan kichkina qizcha emas, oilaga suyanch bo'ladigan, aqlli, matonatli, yuragi oppoq ayolni ko'raman. Har bir qadamlaringda ezgulik, har bir niyatingda halollik bor. Shuning uchun ham seni hamma yaxshi ko'radi. Seni juda ko'p duo qilamiz. Jon singlim, ba'zida haqiqatdan opalik qilgan bo'lsam, bilib bilmay qalb gavharingga ozorlar bergan bo'lsam, uzr so'rayman. Seni yuragim bilan yaxshi ko'raman. O'zgacha mehring bor, samimiyliging bor. Hayotingda faqat yaxshi kunlar yog'ilsin. Har tong seni quvonch bilan uyg'otsin. Orzularing oldida hech qachon to'siq bo'lmasin. O'zing kabi beg'ubor, pok niyatli insonlar hayotingda doimo seni xursand qilib qo'ysin. Bir gapni bilishingni xohlayman, jon singlim. Men sen bilan faxrlanaman. Doim yoningdaman, doim seni duo qilaman. Mehribon opajoning debdilar. Xursandmisiz? Jonajon opajoningizga yuragingizda qanaqangi so'zlaringiz bor? Alo. Eshityapman. Men ham opamni chin yurakdan yaxshi ko'raman. Har doim baxtimizga sog' yursinlar. Ilohim. Farzandlarni rohatini ko'rsinlar. Ilohim. Opamni qachon buzilmasin. Ilohim. Surayyo opajoningiz aytdilarki, men niyat qildim. Jonajon singlim bilan qo'l ushlashgan holda Allohimni baytlariga borishlik, labbayk Alloh deb tavof qilishlik nasib etsin. Bitta chiroyli she'rim bor, singlimga yetkazib bering deyaptilar. Qabul qilasizmi? Ha. Marhamat. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib mehriga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q singlim bor meni. Jonimga jontimor, jonimga rishta, uy joy doim saramjondir, doim sarishta. Mehrda tengi yo'q misli farishta, dunyoda tengi yo'q mani Sevara jondan aziz singlim bor deyaptilar opajoningiz. Rahmat. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin.
Ilohim har bir kuningizga baxtlar hukmronlik qilsin deymiz. Palma Qarshi ijodkorlari doimo sizni xursand bo'lganingizda qo'ng'iroq qilib tabriklab turish nasib etsin. Rahmat, shunday bo'lsa. Bugungi kunni ajoyib o'tkazib oling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Xo'p bo'ladi.